Qalaysiz? Yaxshimisiz? Boya nima bo'lyapti? Pastga tortib ketayotgan. Hozir ko'tarib ko'rsatib bering. Ko'taryapmizmi? Bitta ko'tarib ko'ring. Bo'ldi, mana bo'ldi. Mana shu maksimum ko'targaningiz. Bemorimiz yelka bo'g'imdagi kuchli og'riqlar va uni harakat cheklanishi bilan bizga murojaat qildilar. Bularni MRT snimkalarini ko'rib, impeachment sindrom tashxisini qo'ydik. Mana qaysi harakatlaringiz cheklangan? Ko'rsatib bering. Orqaga kelmaydi. Harakat ko'paygan sari og'riq kuchayadimi? Kuchayadi. Boya nima dedingiz? Menga nimani ko'tara olmayman dedingiz? Bir choynak choyni ko'tara olmayman. Choynak choy ko'tara olmaysiz. Mana 1,5 kilolik giri bitta ko'tarib ko'ring. Bo'ldi, mana shu Ko'tara olmayman. bo'ldi. Mana shu maksimum ko'targaningiz. Mana hozir bizga bular 10 kun davomida davolaymiz bularni, lekin davolashdan oldin bitta stimulyatsiya qilamiz, ya'ni periferический nervniy sistemadan sentralniy nervniy sistemaga ta'sir qilamiz. Va bu asosiy davolash metodimiz emas. Biz hozir faqat nerv stimulyatsiya qilamiz. Periferический nervniy sistemadan sentralniygacha bo'lgan nerv o'tuvchanligini tiklaymiz. Bular 10 kun davomida bizlar yana boshqa lecheniyadan oladilar. Jizillaganday bo'lyaptimi? Endi ana. Bo'lyaptimi? To'kurgandek bo'lyapti. To'kurgandek bo'lyaptimi? Endi bo'lyapti. Xudo xolis. Bitta yana bosh qo'ymaymiz. To'kurgandek bo'lyaptimi? Bo'ldi. O'zi qolgan muolajalarimiz bunaqa diskomfortli emas. Faqatgina mana shu sal noqulay, lekin buni ham og'rig'i ukol olgandek og'riq bo'lmaydi. Bo'ldi. Ishlaymiz. Keling. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 endi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 endi yong 1 2 3 4 5 so sekin buni olamiz, spirt beramiz menga. Ko'tarib ko'rsatib bering. Ko'taramiz. Boyaga kuchli og'riqlar bormi? Og'riqlar yo'q. Orqaga olib keling. Orqaga olib kelishlarini ko'rsatamiz. Sizda shuncha harakat kelyaptimi? Yo'q, mana qayerda. Xo'p, endi mana buni ko'tarib ko'rsating. Ko'taring. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Boya nima bo'lyapti? Pastga tortib ketayotgan. Hozir ko'tarib ko'rsatib bering. Ko'taryapmizmi? Bildingizmi farqini? 10 kun davomida yana biz bularga lecheniya qilamiz. Igla refleksi terapiya yordamida elektroakupunktura qilamiz, infrakrasniy облучение qilamiz. Eng chuqur mushak bo'g'imdagi shamollashlarni oladi. Elektroakupunkturamiz nerv o'tuvchanligini tiklaydi. Udarno-volnovoy terapiya qilamiz. Mushak bo'g'imlarni to'lqin bilan davolaydi. Tesla magnit yordamida davolaymiz. Eng chuqur mushak nervlarni massaj apparatlar yetib borolmaydigan nervlarimiz bor, mushaklarimiz bor. O'shalarni stimulyatsiya qiladi, mushaklarni tonusini oladi, qon aylanishini yaxshilaydi. Shular yordamida lecheniya qilamiz. Xudo xolasa 10 kundan keyingi holatda ham ko'rsatamiz.